Rahmat hammalariga qo'llab-quvvatlab turgan qozoq, o'zbek birodarlarimizga yaxshi bilaman. Qirg'iziston hammasi Osiyo. Mana bu ko'zga qaranglar. Mana bu ko'z sizlarning ko'zlaringdan farqi emas. Mening ko'zim ham xuddi sizlarning ko'zlaringda. Rahmat, partishka qilib turgan, partishkani qilinglar. Stalker, shashaldingmi? Charchadingmi deyapti. Hozir qana. Ya. Ko'raman. Вообще, Normal. Ya'ni bu ikkinchi jangim edi meni, nima desam bo'lar ekan. Birinchisida yengilganimcha, ikkinchisida juda ham xato qilishga ehtiyot bo'ldim. Baribir endi uchinchisida men boshqacha narsa ko'rsataman. Vobshicha bitta xatoni ham ko'rdingizlar boyna. Kurashda ketib qolishdan qo'rqdim. To'g'ri o'shancha ham stoykada yaxshi harakat qilib to'xtab. Chiroyli o'yin ko'rsatilmadim, lekin nasibsa yana aksida 6-o'yin kuni nasibsa Oktagon ligada kuchli jang ketadi. Inshaalloh u yerda nasibsa o'ylab ko'raman uni, inshaalloh chiqishga harakat qilaman agar uyga borib, lekin onamlar meni mazza qilib oila to'g'risida davrasida mazza qilib o'tirayin. Undan keyin nasib qilsa Sulton akaga o'zim xabar beraman. Brusli mana shunaqa qo'yib, ya'ni Bruslining filmlarini ko'p ko'rardim. Aytaylik, suv kabi bo'ling. Suv kabi o'shancha ham o'sha ba'zi bir zarbalarni berishga harakat qildim. 4-chi zarbamdan keyin qo'rqda bunaqa zarba berishga raqibni moyib qo'ygim kelmadi. Raqib o'zi qorni og'riganini his qildim, o'shancha ulan birovning bolasi. Yo'q, umuman o'dar nimaligini istaganim yo'q. Prosta bu u kurashchi bola ekan. Men his qildim bu narsani. Chunki haqiqatan o'zim ham kurash bergan odamman, lekin mahkam ekan. Kurashga kirmadim. Chunki kurash kirganimda balki ta'sim qo'yardim. Bo'ynimda oldirib qo'yardim yo qo'limda. Ya'ni ota-onam sizlar yaxshi kiraman. Reza tashayotganlarga endi bitta nasib qilsa endi qabul qilib olaveraman asta-asta. Bitta qabul qilib olaveraman. Kutib turaversin. Men bittasini qabul qildim. Nasib yana bittasini asta-asta qabul qilib olaveraman. Revanch olishi niyatim bor. Hozircha tajriba orttirishim kerak. Uncha tajribam kamlik qilyapti baribir. Bunaqa agar shaklda kirsam balki odamxona urib qo'yishim mumkin meni. Hozirgi vaqtda. Oktagonda zo'r ko'p. Endi hozir birovni aytsam, birov xafa bo'lib qolishi mumkin. Chunki bayislarimiz bor O'zbekistonning shunaqa chiroyli Amirxon aka, Dostonbek aka, Muhiddin aka, yana Shohasan aka bayislarimiz bor. Borlariga shukr hammasini. Saturum meni yonimda bo'lgani meni g'alabamga hissasini qo'shdi. Agar Saturum bo'lmaganda bilmadim bu g'alabani balki ololmasdim. Chunki menga motivatsiya berib har daqiqasida Tayson qo'lingni ko'tar, Tayson bunaqa deb menga nima dedi? Saturum meni g'alabamga sababchi inson bo'ldi. Bu insonda nasib inshaalloh Qashqadaryo Surxondaryoga borib mazza qilib o'tiramiz. O'shaga tandir olib beraman. Yuksang degdim, tandir bor endi. 5 kilo tandir. Olib berasanmi? Olib beraman.